Nopussiz, normasiz Celinning zari 11 mart. Qizib ağrıb qalğanlığım üçün doktorning qağızı bilan ishqa chiqmay dam ilib yotaqda qaldim. Tushdan keyin Sajidami ağrıb qalğanlıqdan ishqa chiqmay qaldi. Lekin bir kunlik dam ilishimni Celin burnimdan chiqardi. Balki ishqa chiqqan bo'lsam, buningdan yengilroq bo'larmikin deb o'yladim. Celin og'zi besilmay yig'laydi. Yataqda bizden başqa odam bo'lmaganlikdan bir kunim shuning bilan habarlashib o'tdi. Tushdan keyin Sajida ikkimiz qarg'anlikdan bir oz degandek bo'lib qoldim. Celil qo'rsoq ochliqdan zarlaydi. Necha haftada bir berilgan oq momini Sajida ikkimiz qattiq ishlab qo'rsoq ichib kelgandimi, bir kishilikni Celilga berib, birini ikkimiz bo'lib yeydik. Ba'zida qo'noq mominimi eshnib beratdik. Hamma kishi yerim qo'rsoq bilan qattiq ishlab yurganda hech kimdan bir parcha non oshmaydi. Celinning qo'rsog'i ochliqdanmi yoki qo'noq mo'ma qo'rsog'ini og'ritdimi bilmadik. Og'zi besilmay yig'laydi. Sajida ikkimiz qo'ldan qo'lga elib bola bilan habalashib turganimizda Xudoyim haydab kelgandek yotoqlarni tekshiribmi yoki bolaning yig'lagan ovozini anglabmi har holda kadrlar yotoqqa kirib keldi. Nereden kelgen bala, kimning balası, deb qismaq ko'zlik, pakar semiz, mushu meydanning changjiңi bo'lgan Hanzu bizga qaradi. Sajida, mushu changboning jinoyatchisi Jamilaning balasi dedi. Nemishqa yig'laydi? Onasi nada degan edi. Biz opsi o'stan qizishqa chiqib ketdi. Bola yotoqda qoladi. Kim yotoqda qolsa shular qaraydi. Hech kim qolmasa bola yotoqda yolg'iz qoladi. Mana bugun bizni doktor dam olsin deb qoldirgan edi. Bir kun bola beqish bilan kunimiz o'tdi, dedik. Changjang yana, bu bola nemishqa buncha yig'laydi? Kasalmi? Doktorga ko'rsatsa bo'lmamdi deb ingishib bolaga qaradi. Celil telqib to'xtamay vaqiraydi. Sajida, bolaning qo'sqi osh, shunglashqa yig'laydi dedi. Changjang onasi emitmamdi deb hayron bo'ldi. Onasi ig'ir emgak qilganlikdan balık süt yo'q. Qo'noq nonni kichik bola yeyolmaydi. Yesi qo'sqi og'riydi, dedi. Changjang, bu bolaning normasi yo'qmi? Har bir odamga partiya belgilab bergan norma bor. Bir bola tug'ilsa, u bolaga norma beradi. Bu bolaga o'z normasini bersa bo'lmamdi. Bu bolada nima gunoh? deb yenidagi o'rgansidan bu bolaning normasi nima uchun berilmaydi? Nopusi nada? Nopusga tushirilganmi? deb so'radi. Uzun bo'yliq gavdali qapqi yomon surlik Hansu o'rgansi qo'yiq qora qishni yuqori ko'tarib, uning nopusi changboda bo'lishi mumkin. Dijanglar qandoq boshqurdikin deb yenida turgan uzun, o'tir bo'yliq, qosh ko'zining tayini yo'q, qismaq ko'zlik, panoqina kelgan yuvosh, oq ko'ngil sodda ko'rinadigan Li Dijangga qarab edi. O'diqqan Li Dijang, men oshxonadagilardan so'rab boqay deb chiqib ketdi. Balaning telqib yig'lig'iga qarab, u ikkisimi ketdi. Ko'p o'tmasdan Li Dijang xo'shal kirib, balaning normasi onasiga berildigan bo'ldi. Onasi ishga chiqmasdan oshxonaga yordamlashib, balasiga qaraydigan bo'ldi deb cho'ng ishni tugatgandek bo'lib, Changjangga deganinglar yaxshi bo'ldi deb kuldi. Bu Li Dijang odatda yuvosh odam edi. Agarda ayollar so'qishib ketsa, Gulnisa Dijangni chaqirib kiratdi. Shunlashqimi ayollar uningdan qo'rqmaydi va so'zni anglamaydi. Li Dijangning kaynidan oshxonada ishlaydigan Malika Ahmedova kirdi. Malika burun Urumchi radio stansiyasida xabar anglatidigan, ya'ni radio stansiyasida so'zlaydigan ayol edi. Ha, kim dedikin deb o'ylab kirgan edim. Sizlar ekansizlar. Bu bolaning normasini oshxonaga kirgizmagan edi. Bu hech kimning xiyoliga kiribmi qo'ymagan edi. Bular paloqlashib bolaning nopusini tepib, normasini oshxonaga kirgizib berdi. Yaxshi bo'ldi, yaxshi qildinglar deb kuldi. Malika o'tir yoshliq, egiz bo'yliq, badan tuzilishi qamlashgan, chiroyli ayol edi. Tabiiy budur quyuq xumarang, uzun chechi uning husnini texmi go'zal qilib ko'rsatdi. G'amkin chiroyli qo'y ko'zidan uning illiq va eg'ir besiqligi ko'rinib turadi. U shu xususiyati bilan bu yerdagi ayollardan farqli bo'lib ko'rinadi. Milliy Hansu jinoyatchilarning orasidagi to'qinish 13 mart.
Әтәңге ямғырдан кейін яққан қар білән бүтін ер жаһан мичылдап лай болып кеткешке, бүгін адәттікіден қаттық хейіріп, ятаққа аран етіп келдік. Ашханаға тамақ алғыды кірген қызлар тамақны еліп кірместен, ішіктен, «Хәй қызлар, ашханда әмбәл үстеде тоңғыз көшіні чапқан пичақ білән кесіп, хемір өлчәйдіған таразда өлчәп етіпті. Әмді бұл қандақ болғыны?» деп чөчіген кішідек вақырап кеттім. Bu kapırlar bizning tamoqlarimizni harom qilib, to'ng'iz go'shtini nemishqa kirgizadi, deb Turaxon ochig'i bilan oshxonaga kirib ketdi. Uning keyindan qochilarini o'z o'rniga qo'yib, Savrinsa, Oysham Ayub, Oysham Mahmud, Fatim, Xalcham, Turnisa, Mehrinsa, Amina qatorliqlar yugurib chiqib ketdi. Birdamning ichida butun ho'ylida varang-churung ko'tarilib, oshxonadagi ambal, taroza çapqa pichaqlarni elib ho'yliga aytib, "Nima uchun bizning oshxonaga to'ng'iz go'shtini kirgizdinglar? Bizning to'ng'iz go'shtini harom deb yemaydiganligimizni bilib turib, bizni ko'zga ilmay shunda qildinglarmi? Bizning dinimizga hurmat qilmay, dinimizga qarshi chiqdinglarmi? Bizni jinoyatchi deysanglarmi? Dinimizga qarshi chiqmaysizlar." degandek so'zlar bilan boqirishib, ochiq bilan oshxonaga tamoq qilgan Xanzu ayolni ho'yliga so'rab chiqib, bir-ikki mush urgandan keyin Xanzu ayollar yugurib kelib uni ajirtib elib, Xanzu milliy bo'lib ikki guruhga bo'linib, mushlashib, ho'ylining ichi oldi to'polon bo'lib ketdi. Butun yotoqdagi milliy ayollarning birmi qolmay yengini turib, o'lsak o'lgani ko'rayli deb o'tirib chiqdi. Sajida ikkimiz bir-birimizga qarshi qo'yib, o'ltirgan o'rnimizdan qo'zg'almadik. Chunki bu harakatni sizlar boshladinglar deb balani bizga ortib ishni tamomlab qo'yishim mumkin edi. Men Sajidaga, agar Sharqiy Turkistonning mustaqilligini tushuntirib boshlab mangsaq, bular hech chekinmay mangdigan, o'limdan qo'rqmaydigan qahramonlar bo'lar ekan deb kuldim. Sajida, sen shuni o'yladingmi deb kuldi. Ayollar oshxonadagi chelaklarga bo'lib qo'yilgan oshlarni o'yladagi yundi quduqiga chilaklab elib chiqib, birini qo'ymay, hatto qo'noq mo'mig'icha ho'da pishqandan opirib to'kdi. Qiyachiya oldi to'polon ko'tarildi. Liduyjan yugurib kirib bir-ikki to'g'lab ko'rib edi, hech kim uning so'zini anglab qo'ymagandan keyin yugurib ishxonaga chiqib ketdi. Qodir Duyjanlar kirdi. Pushtak chelib baqdi. Anglaydigandek emas edi. Xanzu ayollar yotoq oldidagi katman gurjakni ko'tarib tamadi, dasi urib o'ldiringlar, buzuqlarni ur deb to'lab yugurib kelgan edi. Milliy ayollarmi katmanga mangmoqchi bo'lganda, gansilar, qodirlar kirdi. Shundoq jiddiy bir paytda o'gizdagi qurolli Xanzu saqchi hammang to'xta, turgan joyingdan midirlama, otaman deb pilimotni o'qlab edi, ho'yla jimidi. Biz derizini qarab ish yomonga aylandi. Bular bir-birini o'ldirib qo'yarmi deb ansirgan edik. Har holda qoral kuchi bilan to'xtatib oldi. Javgansi, hammang midirim qilma deb yenidagi tapanchini qo'lda tutib, "Nima ish?" deb so'rgan edi. Ikki taraf tang vaqirab yana varang-churung ko'tarildi. Gansi tapanchisini tanglab turib, "Vaqirashma, otaman" deb o'tirda kuchlik so'zlab turganlardan ikki tarafdan tang odam tanlab, oshpaz ayollar bilan guruh boshliqlaridan bo'lib, 15 tak ayolni boshlab Changbo'ga elib ketdi. Gulnisa va Liduyjan hammanglar o'z yotoqxonalarga kiringlar. Endi kim g'alva chiqaradi ekan, qonun bo'yicha sudga tortilsizlar deb ayollarni yotoqlarga kirgizdi. Gulnisa Duyjan yotoqqa kirib qapoqlarini turgan peti bizga bir qarab qo'yib chiqib ketdi. Shunday qilib o'lgidek herib qo'rsaqlar ichib kelganda tamoqlarimiz harom bo'lib, to'kilib osh qo'saq yetib qilishga to'g'ri keldi. Yarim soat o'tmasdan Fatim yotoqqa kirib, "So'yin, sizni Duyjan chaqiryotdi. Darvoza tuvida kutib turadi" dedi. Men lap qilib Sajidaga qaradim. Sajida ansirgan holda, "Seni nimishqa Duyjan chaqirdikin" deganicha qoldi. Men ishxonaga kirsam, opam bilan singlim turibdi. Xo'shalligimda yuragim yerilgandek bo'ldi. İçim seg'inish bilan to'shib turganda o'zimni tutolmay ko'rish uchun etilgan edim. Duyjan, to'xta, ko'rishishga bo'lmaydi. O'ltir deb o'rindiqni ko'rsatdi. Men Duyjanga bir qarab, opamga bir qarab qo'yib, o'rindiqda o'ltirdim.
Apam "Ходықындым балам, sen немішқі yaxshi o'zgarmaysan" dedi. Men shuncha seg'inib ko'rganda apamning bu degan so'ziga hayron bo'lib, bu Duyjanning mening ustimdan apamga degan so'zi deb o'ylab, Duyjanga qaramasdan apamdan men yaxshi o'zgarmay nima qilibdiman degan edim. Apam, nima uchun ayollar orasida bo'lgan ko'rgan bilganlaringni Duyjanga demaysan dedi. Bilmaysan, apam, men chiqimchilikni yaxshi ko'rmayman dedim. Gulnisa, Duyjan, bu chiqimchilik kirmaydi. Ularning yomon taraflarini desang, uningga shu tarafdan tarbiya berilsa, balki sening ularga qilgan yordaming bo'ladi dedi. Duyjan ularning xatoligi qayerda ekanligi materiallar yozilgan. Men ularning hech qanday ishlarini bilmayman dedim. Apam, sen unda qilma, Duyjanning so'zini angla dedi. Apam, men yolg'on yovudaq, ushaq narsalarni desam yaxshimi? Ularning menga o'xshash birsining aziz bolalari, ularning ko'rayotgan kunlari ozmi? Men ularga zulm salsam yaxshimi dedim. Duyjan apamga, buning hamma yeri yaxshi. Qo'ldan kelmaydigan ish yo'q. Yaxshi ishlaydi. Mijozim yaxshi. Ochiq ko'ngil, kishilar bilan siliq muomala qildi. Tirishchan, ishchan. Men uning o taraflarini yaxshi ko'raman. Hamma odam hurmat qildi. Lekin ideyasi yomon. Ideyasini o'zgartmadi. Mana mushu ideya bilan zoyi bo'lib, mushu yerda yashayotdi. Agar yaxshi o'zgarmasa, o'zining istiqbolini yo'q qiladi dedi. Apam, Duyjanning tashkilning so'zini angla, ular sizlarga ichinib so'zlaydi deb nasihat qilishga boshladi. Men ma'qul deb uydagilarni, dadamni, ukallarimni, tuqqanlarni so'rashga boshladim. Sanjedan Shabaxoga qadar qatnash yo'q. Bu yerga kelguchilar piyoda kelib bekmo javob tortib ketadi. Men shuni o'ylab, qanday keldinglar deb opamning putiga qarasam, piymi kiyib olgan ekan. Bu patqa qo'lchilikda qanday yurib kelding deb o'yladim. Uning ustiga bugun qor aralash yomg'ir yoqqan edi. Opam, biz tarafning havosi bek sovuq bo'lganlikdan mashinada to'nlab ketmay va o'zimning revmatizm bilan putim davomli og'rib jonga tekkandan keyin qo'rqib piymi kiyib olgan ekanman. Yo'lda qo'yma jabasini tatdim. Sanjedan Shabaxoning yerim yo'lig'icha piyoda minib keldik. Putimni piymi hajab, uning ustiga piymidan suv o'tib eg'irlashib, eng oxirida putimni otlab mangolmay qoldim. Kech kirib ketib boradi. Qo'limizda yuk eg'ir. Qanday qilamiz? Shabaxo ko'rinmaydi-ku. Adishib qolarimizmi deb ansirgan edik. Bizdan 1-2 kilometr yiroqlikda bir mashina to'xtab, uzmay gudik berdi. Mashinaning ustida 5-6 odam bor edi. Ular bizga qarab tovlab, qo'lni po'nglatgandan keyin patqaq kechib yugurdik. Sofiya qo'limdagi narsalarni elib, mashinani to'xtatish turish uchun oldin yugurib ketdi. Men mangay desam, nima deysan? Putim kaynaga tortib, mangolmay ketdim. Ming taslikda oran mashinaga yetib keldim. 2 putim jonsizlanib, egilmay, harakatga kelmay qoldi. Tez mangaman deb hosirab, o'pkalarim ko'pib, gelim bo'g'ilib, nafas yetmay mashinaga tez chiqay desam, bo'lolmayli ketdim. Ustida o'ltirganlar tez bo'ling deb qo'limdagi sumkani elib, mashinaning ustiga otgan edi. Tosh bosgan mashina ekan. Toshga tushibla, sumka ichida sut bilan shakarni qo'shib, qo'yiq qilib qaynatib olgan eris salgan bodulkam chiqilib ketdi. Bek ichindim. Normalik shakar bilan qish kuni sutni setib elishqimi tepilmaydi. Bolalarga bermay sen uchun qaynatgan edim. Shuncha yerga jafo bilan ko'tirib kelib, oz qolganda chiqilib ketganiga ichinib ketdim. Bo'ling chapsan deb aldiratdi. Hech mumkin emas. Mashinaga chiqqidek ahvolim qolmadi. Ustidan tortib, tövandan ishtirib, oran chiqib oldim. Agar bu mashina bo'lmaganda yetib kelishimiz mumkin emas ekan. Opamning so'zini anglab o'ltirgan Duyjan menga qarab, "Ko'rdingmi? Sizlar o'zinglarga emas, butun oilanglarga javob soldinglar. Ota-onanglar nima umid kutgan bo'lg'iydi, sizlar nima qildinglar?" dedi. Opamning so'zini anglab qattiq qisildim. Haqiqatan Gongshida 8 bolasi bilan ig'ir turmush kechirib yurgan ota-onam uchun yordamda bo'lishning o'rniga ko'plagan ig'irchiliklarni soldim va ichim og'rib, "Opa, nemishqa shuncha qiynalib keldingiz? Xat yozib tursangizlar bo'lmasmidi?" dedim. "U nima deganing qizim? Ota-onangning yuragi chidamdi.
Biz üçün 8 bala bir, sen bir bo'lib tursan. Keç gündüz bizning ko'nglimizdagi cho'ng qayg'imiz bir sen bo'lib tursan, dedi. Singlim Sofiya, biz hammamiz sizni bek sevg'inimiz. Qachon uyga qaytasiz deb bo'ynimga isildi. Men kulib 1 yil qoldi. Xudoyim buyursa qaytaman dedim. Duyjan, Söyüngül vaqt to'shdi. Yarım soat ko'rishdim. Opanglar yotoqqa o'rilishib dam olsin. Erta Changbuning mashinasi bilan qaytib ketadi, dedi. Opamning elib kelgan narsalarni tekshirib menga berdi. Qo'rg'on go'sht va yoqqa uyutilgan talqon variniga o'xshash narsalarni berdi. Duyjan eshikni ochdi. Xo'shlashib kirib ketdim. Heliqi chiqilgan erisini süzüp budulka parçalarını elip tashlab, hech zoya qilmasdan elip yedik. 15 mart. Taş yo'lda ishlaganimizga 3 kun bo'ldi. Yo'llar buzilib, ba'zi yerlarni suv elib ketgan, ba'zi yerlar o'yilib, do'ng cho'nqur bo'lib ketgan ekan. Yo'ldan 20 metr yiroqlikdagi yerdan zambil bilan to'pi to'shib ishlaydik. Yo'llarni bir hafta ichida yasab bo'lishga vazifa qilib topshirdi. Yana shu ig'ir emgak va zerikishlik zambil to'shish hammaning jiniga tegadi. Asta mangding, chapsan mangding, ishtarding, tartding deb so'qishib, to'xtamay varangchurun ko'tarilib turadi. Ba'zida mushlishish to'pilarda ig'inib bosh ko'zni yerib va ba'zida uzungacha to'xtamay afsona til bilan tillashib turadi. O'tganki cho'shqi go'shi vaqasi bilan milliy va hanzu ayollar o'tirsidagi qattiq ziddiyat tufaylidan turib to'qinishib qoladi. Duyjan, og'zingni yum deb to'xtamay vaqirab yurib bosatdi. Duyjanning ushshaq ballari bo'lganlikdan tushlik tomoq vaqtida ballarga qarash uchun qaytib ketadi. Malika bilan Wang Shopping tushlik tomoqni elib keldi. Tomoqqa o'tirib yo'l ustida yeb bo'lishimizga jidal nadan boshlandi bilmay qoldim. Turnisa bilan Wang Shopping vaqirishib tilishib ketdi. Wang Shoppingning tarafini elib Hanzo ayollar yugurishib chiqdi. Buni ko'rgan milliy qizlarmi Turnisa taraf bo'lib shunda qattiq vaqirib tilishib ketdi. Oxiri Wang Yulam kelib Turnisani urgan edi. Milliy qizlar qo'mirilib Wang Yulamni urdi. Ondan Hanzo ayollar to'plashib kelib milliy qizlarni urib, oldi to'plan bo'lib, qora qo'yiq bir-birsini urib, qiyochiga ko'tarildi. Ayollarga qarab qolg'ili Li Duyjan bilan Barat Duyjan, yangi kelgan xizmat korpusining boshlig'i. Bu ikkisi vaqirib ayollarni bosolmay, to'xtash deyman, to'xta deb tovlaydi. Sajida, men kichik Amina, Pashaxon, Tuxan, kichik Patam qatorliq bir qancha ayollar bir chata tomoqni yegan o'rnimizdan qo'zg'almay o'ltirgan edik. Ayollarga so'zni anglatolmagan Barat Duyjan ochiqni bosolmay ko'zlari chakchib, yuzi bo'ynigacha qizirib bizning oldimizga kelib, "Yenimda qoralim yo'q bo'lib qoldi. Agar tapanchamni elib chiqqan bo'lsaydim, so'zsiz ikkinglarni etayotgan bo'lardim. Bu ahvolni qo'zg'ayotgan ikkinglar hozir berib bularni to'xtat" deb bizni urdigandek bo'lib döveylab keldi. Men hayron bo'lib Sajidaga qaradim. Sajida mo'risini chiqardi. Men turib, "Barat Duyjan, bu ishda bizning hech qanday aloqa munosabatimiz yo'q. Ko'rib o'tiribsiz. Biz hech narsaga aralashmadik" dedim. Ko'rinishda hech narsaga aralashmagandek bo'lib olib, amaliyotda mushu vaqani boshlig'uchi, quturatqulik qilg'uchi sen ikking deb ishorat barmoq bilan shiltib turib, bizni urdigandek bo'lib keldi. Sajida, "Duyjan, har narsani tekshirib, aniqlab so'zlang. Qarisiga gap qilg'il bo'lmaydi" dedi. "Ha, texi sizlar bizni to'hmatchi demakchimi? Sizlarni to'hmat bilan qorlab yuribdik-da. Bu ishda sizlarning hech qanday aloqanglar yo'qmi? Aksicha sizlar ostirdan boshlamchilik qilib, mushu voqeani qo'zg'ab chiqishning sababchisi sen ikking" deb urdigandek vaqirab kelgan edi. Tükürüklari chachrab ketdi. Shu orada tushlik tomoqdan qaytgan bir qancha Duyjan kansilar kelib ayollarni ajratdi. Atrof tinchidi. Barat Duyjanning bizga vaqirayotganligini anglagan milliy ayollar yugurib kelib, "Ba Duyjan, bu ishda ularning hech qanday munosabati yo'q. Ahvolni bilgili kelsalar, mana bizdan so'rang" deb maydisini urib Turaxon Duyjanning oldiga keldi. "Barat Duyjan, sizmi musulmon? Biz to'ng'iz go'shtini harom deb bilamiz. Ham yemaymiz. Shuni bilib turib, nima uchun bizning milliy oshxonaga to'ng'iz go'shtini elib kiradi? Biz yil bo'yi go'sht ko'rmaymiz. Bular bu o'nkir
to'ng'iz go'shtini nereden oldi? Biz nima uchun qo'y go'shtini setib ololmaymiz? Bizga tuxumini setib olish uchun ruxsat qilinmaydi. Hamma narsa biz uchun cheklandi. Ular uchun kengchilikmi? Bu qanday odillik? Yana kelib ayb bizdimi? deb Turaxon so'zlayotdi. Turnisa uning so'zini bilib, Bajujan, siz milliylarni besib bermay, haqiqatni tekshirib ko'rib, kimda gunoh bo'lsa, shunaqa gap qilsangiz bo'ladi, dedi. Amina, biz jinoyatchi bo'lgan bilan, biz musulmon jinoyatchi. Harom tamoq yeb, dinimizni yo'qotmaymiz, dinimizga hurmat qilamiz, dedi. Pashaxon ko'zlarini shipoq qilib, ko'zning qarisi birdan yuqoriga o'rlab ketib, boshlarini gildangtib turib, Juyjan, sizlarmi bir musulmon, to'ng'iz go'shtini yemaydigan bo'lg'iydilar? Bular bizni ko'zga ilmayotdi. Chidab turg'il bo'lamdi, deb qishni egiz qilib suzilib turib beshini etib qo'ygan edi. Hammamiz kulishib ketdik. Barliq ayollar o'z noroziligini so'zlab qaynashdi. Bajuyjan, bo'ldi, cho'qirashmay berib ishlanglar, deb mang'izib etib Sajida bilan ikkimizga. Bundan keyin bundaq ahvol chiqadi ekan, sen ikking beshing bilan javob bersan. Bugun talinglarga tapanchamni unutib qoldirib chiqibdiman. Bo'lmasa ikkingni etib yo'qlatdim, dedi. Bu so'z mening jinimga tekkandek bo'ldi. Juyjan, biz qushqash emas, etib o'ltiradigan. Partiyaning siyosiy qonunlari hammaga o'xshash ishlaydigandi. Har kim o'z ishiga o'zi javob bera oladi. Har bir odamning qalisi bor. O'z aqli bilan yuriydi. Xalqning qudratini bilan ish qiladigan odam bu yerga kelmaydi, deb o'rnimdan turib ishga minib ketdim. Ishdan herib kelib shunda qattiq uyquga ketgan ekanman. Potamning chaqirgan ovoziga cho'chib uyg'ondim. Zulmat qorong'u kecha, tok chiqarish mashina to'xtab, butun atroflarda tok ketgan. Yotoqda hech narsa ko'rib bo'lmaydi. Shu orada Potam bilan Nuriya ikkisi mushlashib chiqarishayotdi. Men Sajidani uyg'onib, "Chopsam bo'l" deb o'rnimizdan turib, eshik tarafga kirib oldik. Ikki g'arish tor o'rinda odam uyoq bu yoqqa og'dirib yetish mumkin emas. Hatto yotganda ikki qo'lni qo'yar yer topolmay ketadi. Mushundaq sharoitda uxlab etib uyquliqda Potamning qo'li Nuriyaga tegib ketgan ekan. Nuriya o'rnidan turmasdan qo'liga bir mush silibdi. Potam cho'chib uyg'onib turishiga yana mush bilan keltirib birini uribdi. Potam nima bo'lganini bilmay, Nuriya meni nimishqa urdi degan o'y bilan ikkisi mushlashib yenidagilarni dastlab ketganlikdan ular turib bu ikkisini mushlab ayollar bir-birini ko'rmasdan qora quyuq mushlashib to'plang bo'lib, ondan ular qechib uduldagi tarafga o'tib qorong'uda yotqanlarni dasigandan keyin ular turib kimni urganini bilmay butun yotoq bo'yicha muslashish bo'lib, oxiri qo'lga chiqqan oyoq kiyim bormi, qochqinmish bormi, hammani etib yotoq ichidan narsalar uchishga boshladi. Yotoqda turish mumkin bo'lmay, biz taloga qechib chiqdik. Helim yaxshi kiyimlarimizni ko'tarib olgan ekanmiz. Yotoqdan urilgan narsalar bilan ayollarning dahshatli chaqirgan ovozi butun yerga anglatdi. Men Sajidaga, bular qorong'uda bir-birini o'ltirib qo'yami deb ansirdim. Sajida, kunda kechda bu ahvoldan qutula olmay ketdik. Bu nima kundigina deb ranjib turishiga yotoqdan qattiq chaqirgan ovoz ko'tarilib, chidamasdan darvoza oldiga yugurib berib, eshikni urg'icha sirtdan arduyjonlar pilchikdir chiroq ko'tarib, nima bo'ldi deb kirib keldi. Nima bo'lganini bilmaymiz, o'zimizmi oran qechib chiqdik, dedim. Duyjonlar chiroqlarni ko'tarib yotoqqa kirishdi. Keynidan bizmi kirdik. Yotoq qaroq qo'yiqda chang ko'tarilib butun atrofga samonlar chechilib, o'rin ko'rpalar ko'rib bo'lmaydi. Ayollar yerim yalang'och yugurishib, o'z o'rinlariga kirib ulgurdi. Potamning burni qanab, butun yuz ko'zlari va qo'llari qonga milangan bo'lib, to'nig'isiz bo'lib ketgan edi. Nuriyaning sochlari cho'lib, boshlari paqpaygan holda uzoq yo'ldan yugurib kelgandek hosirab turadi. Kichik Amina samonliqda ig'nab chiqqandek cho'lib sochlari samon edi. Bir ko'zi qon bulongda yig'lab o'ltiradi. Chang to'zondan ayollarning birining keynidan biri bas-bas bilan yutilishadi. Ishikdan kirgan Xansu Duyjan va Dujurni bo'lgan Uyg'ur Duyjan bu ahvolni ko'rib qo'l chiroq bilan ikkisi yotoqning hamma yeriga tushirib qarab chiqqandan keyin Xansu Duyjan og'zini buzib vaqirib tillab ketdi.
Ayollarning yo'tilidan oshirib anglataman deb qattiq tovlab tillaydi. Ayollarning ko'pchiligi o'rniga kirib yetishdi. Biz qo'l chiraqning yo'riqida o'rnimizni o'ngshab olaylik deb o'z o'rnimizga keldik. O'rin ko'rpalarimiz samanning ostida ko'milib ketibdi. O'rnimizni silib yotdik. Xansu Duyjan kim qildi, nima bo'ldi deb so'rabmi ko'rmasdan qari qo'yiq butun ayolni tillab chiqib ketdi. Ular chiqqandan keyin Jamila balni ko'tarib taladan kirdi. Dadamning koni to'nishi Majing Tang bilan uchrashish. 26 mart. Bugun Patam ikkimizni un zavodiga ishga avatdi. U yerda 5-6 er ishlayotdi. Biz un qachilangan xaltalarning og'zini bog'lab yo'tkavatdik. Ishlayotgan erlarning ichidan uzun bo'yli gavdalik, qora qishi bilan ko'zning orasi yiroq bo'lganlikdan qishini kerib qarab turganda ko'rinadigan, yuzida ozroq chechak izi bor, Xuizu yoki Xitoyga o'xshab ketgan odam hech ko'zni uzmay menga qarab ishlaydi. Patam, "So'yin, u odam sizni tonamdi nima? Hijab qaraydi-ku" dedi. Men o'zimmi hayron bo'ldim. Bu odamni bir yerda ko'rdimmi nima deb o'ylab ko'rdim, lekin hech eslay olmadim. Men o'z ishim bilan bo'lib ishlaverdim. U odam yinimizdan necha o'tib oxiri Duyjan chiqib ketgandan keyin to'p-to'g'ri yinimga kelib, "Men sizni birsiga o'xshatyapman. Dadingizning ismi nima? Men taniydigan bir odamga o'xshaydi ekansiz" dedi. Men turib qilib, "Men Solih degan odamning qizi" dedim. U odam xuddi o'zining eng yaqin odamini topgandek bekmi xushal bo'lib ketdi. "Solih bormi? Salomatmi? Hozir nerda?" deb so'rab ketdi. Men uningga javob bergandan keyin o'zini "Men cho'chaklik Majing Tang, musulmoncha ismi Mijit" deb tanishtirdi. Yinida turgan o'ziga o'xshash egiz bo'yli qovul, yeshi cho'ngroq Musa degan odam. "Lama, sen bu qiz bilan tonish chiqib qoldingmi nima?" deb so'radi. "Ha, bu qizning dadasi bilan yaxshi do'stlar bo'lib yashagan edik. Qizimning dadasi Solih 20 necha yosh vaqtida uni Qora shahar yerlik mollar shirkatiga jingli qilib tayinlab, uning bilan meni Muhammad Shoh qorini bir mashina qalmoq choy va gazlama raxtlar bilan Qora shahar yerlik mollar shirkati Tusan Gongsi qurish uchun avatdi. Qora shahardagi yerlik mollar shirkatining asosiy qurg'uvchilari biz edik. Solih apandi yosh bo'lsa-mu qobiliyatlik, bilimlik, aqlli, ishchan, tirishchan va xalqparvar odam edi. Biz tog'larga berib, shu materiallar choylarni xom ashyo va tirik mollarga almashtirib, uni sapso'rik orqali Sovetga setib savdo boshladik. Savdimiz intan yaxshi yurishib ketdi. Ju Jingli degan odam Urumchi yerlik mollar shirkatining jingli direktori bo'lganlikdan u ketgandan keyin ikkinchi kelmadi. Bütün ishni Solih apandi boshqarib, u shirkatning doirasini kengaytib, yer setib olib shundoq chiroyli qilib ishxona binolarini soldirdi. Ham shu binolarning xaritasini o'zi sezib chiqdi. Ish yaxshi yurishib turgan bir paytda Solih apandining Qashqar yerlik mollar shirkatiga jingli qilib tayinlab olib ketdi. Keyin ansam, u yerni shundoq cho'ngaytib, savdo ishlarini taraqqiy qildirib, toza gullantirganda Solih apandini Urumchiga yo'tkab ketib, o'rniga bir Xanzu jingli tayinlabdimish. Lekin men cho'chakka ketib Solih apandini ikkinchi ko'rmadim. Mana bugun uning qizi bilan turmada ko'rishib o'tiribdik dedi. Musa degan odam. Dunyo degan ajoyib, odam bolasi nelarda o'ylamagan vaqtda uchrashib qoladi degan. Sen bu qizim bilan mushu joyda uchrashimiz deb o'ylab ko'rganmiding dedi. Rost deysan. Solih apandining qizi turmaga tushib shu joyda uchrashishimiz deb kim o'ylab ko'rgan deysan deb hayronlik bilan menga qarab qoldi. Dadamning Qora shahardagi yerlik mollar shirkatini qurib chiqqan ahvollar to'g'risida aytib bergan hikoyasida Majing Tang Chitayning o'g'li deb aytib bergan so'zlari yodimga keldi. Men rost dadamning siz to'g'riliq so'zlab berganlari yodimga keldi. Siz bilan polvon degan itni elib o'g'i chiqqanligini so'zlab bergan dedim. Ha, to'g'ri. Solih apandi o'q qilishni yaxshi ko'radi. Biz har dam ilish kuni shu polvon itni elib o'g'i ketadiq deb so'zlashib turganimizda Duyjan kirib keldi. Har qaysimiz o'z ishimizda bo'ldik.
Lağma meni öz qizidek her vaqt fursat bo'lsa yo'qlab holimdan xabar elib turdi. Aradan 1-2 ay o'tmasdan butun maydon bo'yicha yig'in o'tkazib, yig'inda Majin Tangning qo'lga ilinganligini e'lon qilib, qo'lga to'mir ishkal selib, 4 qurolliq askar bilan Gongantingning jinoyatchilarini qo'lga oldigan mashinasi bilan elib ketdi. Lağma manganda ayollar ichidan ko'zlari bilan meni izlab shundoq tushkun va qayg'uli holda xo'shlashgandek qarab chiqib ketdi. Uningdan keyin u to'g'riliq hech qanday xabar anglamadim. Dadammu keyin deb berganlarimni anglab bakmu ichinib ketdi. Artist Marpu bu uning qisqartirilgan ismi bo'lib, asli ismi Marpunining qo'lga ilinishi. 24 aprel bahor faslining go'zal bir vaqti edi. Dal-daraxtlar yo'pirmoqlar chiqarib, bug'doylar maysa bo'lgan. Atrof yop-yeshil, osmon xuddi buloq suyidek supsusiq toza ko'rinadi. Osmon dengizga qarab ko'z yetmaydi. Quyoshning illiq nuri ko'ngilga huzur beradi. Men atrofga to'ymay qarab keldim. Bizning atrofdan 6-7 kilometr yiroqlikda erlar ikkinchi atrofda joylashgan edi. Shu atrofning atrofiga terilgan bug'doyning orasiga yovu o'tlar o'nib ketganlikdan shularni yulib bug'doyni jiplashga keldik. Atdigandan tartib to'xtamay engishib yurib ishlaganlikdan belim bilan putlarim og'rib o'ltirib olg'im keladi. Biroq Duyjang beshimizda tik turib ishlayotganligi uchun dam olish mumkin emas edi. Tushlik tamoqdan keyin soat 2lar bilan Duyjang soatiga qarab olib ishxona tarafga qarab ketdi. Duyjang ko'zdan uzoqlashgandan keyin etis chetidagi yo'g'on daraxtning ostiga berib so'zlab yetib dam oldik. Nima degan huzur? Hech kim kelmasa birdan bo'lsa-mu dam olsaq deb Amina mening yonimga kelib yotdi. Sajida, Duyjangning kichik bolalarining bo'lg'ini biz uchun ko'p yaxshi. Agar beshimizda devaylab turib olsa, dam olmay kash ko'rgacha qanday qilardik deb kelib umu yotdi. Hey, sizlar huzur tepibsizlar-ku deb etizdagilar yugurishib kelib, hammasi ko'k maysida deb eg'inishib yetishdi. Xalcham beshini ko'tarib, "Hey qizlar, bir Duyjang kelyotdi" deyishi bilan hammamiz o'rnimizdan turib, dam olayotgan bo'lib o'ltirdik. Ikkinchi atrofning Duyjangi bizning yonimizga keliblar. Artist Marpu keldi. Endi zerikmaydigan bo'ldinglar deyishi bilan qizlar intayin xushal bo'lib, "Ohoy artist, Juyanning Naqshusul ansamblining artisi kelibdi" deb bir-birsiga yana xabar qilib sakrashib ketdi. Duyjangning kayfiyatimi qandaqdir xushallik bilinib turadi. Turnisa inchik qilib sezib olgan qoshlarini kerib, ko'zlarini xumalashtirib, og'zini purishtirib yozab, Duyjang soat qancha bo'ldi deb holi cho'nglik bilan qarab javob kutib turadi. Duyjang soatiga qarab, yana 2 soatdan keyin ishdan tushsizlar, ishlanglar deb xush kayfiyat bilan ikkinchi atrofga qarab ketdi. Mehribon, Duyjang artist qiz keldi deb ajoyib xushalg'u deb bo'ynini qisib kuldi. Odatda qapqa ichilmaydigan Duyjangning bugun Marpu keldi deb og'zi yig'ilmay qapti. Xotiniga berib deb qo'ysam o'zini deb kuldi. Hammamiz kulishdik. Maryam xotinini tonimsan deb so'radi. Yaqay, bu bir gapda nadan tonusun deb beliqiz so'z qo'shib, "Tova, Duyjanglarmi bizga o'xshash zeriksi kerak. Biz bir ayol kelsa xushal bo'lib ketimiz. Duyjangmi Marpu keldi deb xushal bo'lib ketdi. Uval u bechorigimi mushu ko'ngilsiz cho'llarda bizni deb yuriydi" dedi. Mariya, "Yo'q gapni qilmay o'ltirsanglar-chu" deb belqizning so'zini bo'lib mendan, "Söyün, siz Marpuni tonimsiz, ko'rganmi" dedi. Men ko'chalarda, sahnada ko'rganman dedim. Ayollar Marpuning Shabaxuda o'zgargili kelganligiga bekmi xushal edi va yotoqqa qaytishga aldiraydi. Amina, "Voy jinim, nemishqimi vaqt to'shmaydigandu" deb sakraydi. Mariya, "Shuni deyman, menmi bekla aldirayapman, qandoq satan ekan, bir ko'rsam" dedi. Men turib, "Tova, bir odamning turmaga kirishi bilan sizlar uchun xushallik bo'ldimi? Bu dardni bizlar tortib tugatsak bo'lmamdi? Boshqalarning kelishini nemishqin tilaysizlar" deyishimga Mariya, "Rost deysiz, biroq jamiyatdimi, bu yerdami ig'ir kunlarni ko'rib baqsin, davlatda yurganlarni ko'rib baqsin. Bizlarning qanday turmushda yashayotganligimizni shu vaqtda ular biladi" dedi.
Sajida, qiziq so'zlaysizkan, Mariya. Bizni turmaga ular elib kelmadi. Sadat turib, uningga sizlarning nima ishinglar og'rib ketdi? Turma va ig'ir turmush yolg'iz bizga o'xshash kambag'allarga xos emas. Shu davlatni ko'tarolmay ketganlarga xos. Kelsin toza adabini berib o'zgartib, o'zimizga o'xshash qilib chiqamiz, dedi. Boshqalar rost deysiz deb kulishdi. Sajida tova deb yoqasini tutdi. Men bularning so'ziga hayron bo'lganlikdan og'zim ichilib qoldim. U darvozaning kirishi bilan ayollar yurishib itilib yotoqqa kirib ketdi. Yotoqning ishigidan hammaning oxiri bo'lib kirib, eshik tubida yotgan Jililni kundalik odatim bo'yicha ko'tarib, akiltib yumshoq bo'voq mang'izlarni so'ydim. Jilil birda kulib, bizni xushal qilib, birda og'zi besilmay chayqirab yig'lab yurib, cho'ng bo'lib ko'zga ko'rinib qoldi. O'rnimdan turib o'z o'rnimga qarab mangdim. Marpu tam mashning keynida o'rniga yo'linib, ikki putini uzun so'zib, arslarga xos yolg'on yasalma harakati bilan so'zlab o'ltiribdi. Ayollar bo'lsa Marpuning atrofida cho'gilishib o'ltirib, hol so'rashayotdi. Marpu birda yasalma og'zini purib kulimsiraydi va kulatdi. Birda ko'ziga liq yashalatdi. Ko'z oldimga Marpu sahnada o'yin ko'rsatayotgandek ko'rindi. Ayollardan uning yeniga patqudek o'rimi yo'q edi. O'rnimga o'tib kiyimimni yo'tkab, bosh ko'zlarimni yuvish uchun chiqib ketdim. Uyg'onishdan keyin o'rin selib yotmoqchi bo'lib turatdik. Marpu ayollardan ayrilib yenimizga keldi. Ko'rish bo'lib, "Viyay jinim, sizlar bor ekansizlar, bo'lmasa qanday qilatdim? Sizlarni ko'rib xudo haqqi bekmi xush bo'ldim. Sizlarning haqqinglardagi jamiyatda bekmi nurg'un gap so'zlar bo'ldi. Bizning tashkilotimiz sizlarga ichindi. Xalqlar yigitga bergusiz qizlar deb sizlarni madhiyaladi." Tashkilot degan so'zni anglab, Sajida ikkimiz hayron bo'ldik. Yana boshqa tashkilotlar bor o'xshaydi deb bilishga va anglashga qiziqdik. "Siz tashkilotga qatnashdingizmi?" deb so'radim. "Ha, men O'tkir apandi, Hoji Yoqublarning tashkilotiga qatnashgan edim. Shu tashkilot fosh bo'lib, shuning bilan 3 yil kesib meni mushu yerga elib keldi", dedi. Men "Ha" deb qo'ydim, lekin bekmi hayron bo'ldim. Chunki O'tkir apandini Gonganting turmasida ko'rgan edim. U kishi turmada bo'lsa, bu qanday tashkilot deb o'yladim va balki bu odam turmada bo'lsa-mu, tashkiloti fosh bo'lmagan bo'lsa kerak deb o'z fikrimni to'g'riladim. Sajida, "O'tkir apandini turmada ko'rgan edik. Shu O'tkir apandimi?" deb so'radi. Marpu, "Ha, shu O'tkir apandi. Shuning tashkiloti. U tashkilotning Hoji Yoqub davomlashtirdi. O'tkir apandimi turmadan chiqdi", dedi. Men ularni qo'lga oldimu deb jiddiylashib so'radim. Marpu, "Yo'q, ular jamiyatda qoldi. Yolg'iz meni qo'lga oldi", dedi. Men, "Ular tashkilotda bo'lsa, nima uchun qiz bola demay sizni yolg'iz qo'lga elib, ular qo'lga ilinmay qilib qolgani qiziq bo'pti", dedim. Sajida, "Rost shuni deyman, ular tashkilotga qatnashgan bo'lsa, ularni qo'lga olgan bo'ladi", dedi. Marpu, "Tang uqmadim" deb o'ylanib qoldi. Men ham bu so'zning mujmaligini o'ylab, bundan keyin bu haqda so'zlashning lozimi yo'qligini va qattiq diqqat bilan muomala qilish kerakligini o'ylab qoldim. Marpu, "Hoji Yoqub akam bekmi yaxshi odam, bilimlik, Shinjang tarixi haqida ko'p narsalarni bildi", dedi. Men u odam haqida Lutfulla Mutallibning kinosini ishlaganda, Lutfulla Mutallibni o'zining ayoli Nurnisa tutib bergan ekan, shu ayolning Hoji Yoqub degan kishi olgan deb anglagan dedim. Marpu, ha, to'g'ri. Men Lutfulla Mutallibning kinosida shu Nurnisaning rolini o'ynab chiqqan. Men rolda Lutfulla Mutallibni Nurnisa tutib bergan qilib ishlab bo'lganda, Nurnisa markazga iltimos berib, "Mening Li Mutallibdan bir o'g'lim bor. Bolaning va mening obro'yimizga ta'sir etdi. Kinoni undaq ishlaganga men noroziman. Lutfulla Mutallibning o'g'lining yuz xotirini qilinglar", degandan keyin ko'p o'rinlarni qisqartib kesib elib tashladi. Bo'lmasa u kinoda mening rol olgan joyim bekmi jiq edi. Faqat Boqi bilan yurgan ozli yerni qoldirib qo'ydi. Kinoni Mutallibning do'sti Boqi tutib bergan qilib o'zgartib ishlab chiqdi, dedi. Mutallibning kino filmida ilingan Marpuning roli mening ko'z oldimda gavlandi.
Merpo haqiqatan kinoda rol algandek chiroyli, yo'g'on qo'y ko'zlik, oq seriq kelgan, egiz bo'yliq, gavdalik go'zal bir ayol edi. Bo'g'uq ovozi va akilab og'zini purib tamishib, so'zlashimi o'ziga yarashib turardi. 25 aprel etizda ishlayotdim. Atrat boshlig'i Turnisa yanimga kelib, "Merpo nima jinoyat bilan kelibdi, bildingizmi?" deb qiziqib so'radi. Merpo bizga tashkilotga qatnashganligini, posh bo'lib qo'lga ilinib, 3 yil kesilib kelganligini degan edi, deb qisqa javob berdim. Turnisa, qandaq tashkilot yolg'on deydi. Uningga ishini bir nimalarni deb qo'ymagansizlar, dedi. Men, yo'q, hech narsa so'zlamadik dedim. Yaxshi, Merboni ilib kelgan bilan uning materialini texi ilib kelmadi. Biz ham uning nima jinoyat o'tkazib kelganligini bilmaymiz. Diqqat qilinglar, dedi. Men Turnisa Duyjangning so'ziga ajablandim. Qiziq, Duyjang bu so'zni qandaqlarcha so'zladi deb o'ylab qoldim. Turnisa, biz Shabaxuga kelgandan keyin Bo'rtala o'zgartish maydonidan ko'chib kelib, ayollar atratiga atrat boshlig'i bo'lib ishlab keldi. Turnisa o'rta bo'yliq, xurmo rang chachliq, qo'y ko'zlik, issiq chiroy, ochiq, xush chaqchaq, qamlashgan yosh ayol edi. U ish ustida ayollar bilan chaqchaq qilishib, qo'g'lab o'ynashib ketardi. Atrofda odam bo'lmasa, ayollar bilan uzun paranglar qilib o'tirishni yaxshi ko'rardi. Turnisaning eri Otak Hikmat o'zgartish maydonining kadri edi. Turnisa qeri opsi va akasi bilan birga turdi. Turnisaning onasi taqvodor, oq ko'ngil sodda ayol edi. Bir kuni Turnisa bizni atrat bo'yicha yaxshi ishlamadinglar deb jazolab, 1 soat kechikib ishdan tushsizlar deb ilib qoldi. Biz ishlab yerim soat bo'lganda yiroqdan oq yog'liq, oq ko'ylak kiygan Turnisaning onasi hozirab kelyotdi. Turnisa, "Hey, mushu mening opamni qara, ish maydoniga kelyotganini, meni tinchligini qo'ymamdi. Bizning bu ishlarni tushunmaydi. Menga bola teriysan, bu ishga aralashma desam unimaydi", deb xafa bo'lib turardi. Apsi, "Voy balam, jinim balam, men sana demadimmi, nemishqa bularni ishdan tushirmay ishlatyapsan? Bularmi sanga o'xshash birsining aziz bolalari, sening oldinga kelib qoldi. Unda qilma balam" deb yig'lab ketgan edi. Ba'zi ayollarmi qo'shilib yig'lashdi. Turnisa, "Mushu opam hech narsani tushunmaydi. Yuringlar" deb bizlarni ilib mangdi. Turnisa opasini bezlab so'zlab turganda, Osiya, "Mushu xotin bizga Duyjang bo'lib bo'ptikan, hijab obdan xotinkan. Men bek yaxshi ko'raman. Tez-tez etiz beshiga kelib tursa, texim yaxshi bo'ladi" deb kuldi. Hanipa, "Men bu xotinga qarsam xuddi opamni ko'rgandek bo'lib qolman. Ajoyib yaxshi ko'raman" dedi. Bir kuni biz ularning uyining yonida ishlayotdik. Turnisaning onasi kadrlarning yo'q vaqtini paylab turib, bizning yonimizga kelib, beshiga ortgan ro'molning ichiga pishirib ilib kelgan bo'psini chiqarib, 5 tonur nenini Turnisaga demanglar, bo'lishib yanglar deb berdi. Hammamiz bir parchadan bo'lishib, yeb ko'p rahmat aytdik. 2 yildan ortiq vaqtdan buyon bundaq tatliq non yemagan edik. Qizlar xushal bo'ldi. Xuddi onasini ko'rgandek talmirishib, kulib qaragan edi. U ayol jinim bolarim, Xudoyim rahim qilsin, Xudoyim yordam qilsin deb ko'ziga yosh oldi. Turnisa Gulnisalar Sajida ikkimizga ko'ngli yaqin bo'lsa-mu, lekin siyosiy jihatda bizga qattiq edi. Gulnisa surlik ham turgun ayol edi. Maxsus jinoyatchilarni tarbiyalashga xos xarakteri bo'lsa-mu, ochiqqa qattiq kelganda og'zini yum, "Hey, besham" deb vaqiraydi. Xanzu Duyjang kadrlar og'zini buzib shundoq yomon, odam bolasi oson og'ziga olmaydigan yomon tillar bilan hamma ayollarni qora qo'yiq tillaydi. Ham ular odamlarni qattiq uratdi. Ammo milliy kadrlardan odam urg'unni anglamadik, ham ko'rmadik. Bir kuni Gulnisa ayollarning qattiq xafa bo'lib, "Hajab to'ydim, mang nima kun, vaqtsiz qirib ketadigan bo'ldim" deb ranjib ketdi. Men atar boshlig'i Gulnisadan, "Men hayronman, siz nimishqa bu kasbni tanlab qoldingizkin?" dedim. Ochiqlanib turgan Gulnisa meni o'zi tanlab olgan deb o'ylamsan? Aqsudan institutga o'quvchi olg'ili kelib, meni Shiyan institutiga tanlab ilib ketdi. Qonun fakultetiga bo'ldi. Men idoralarda qonun ishi bilan ishlaydigan o'xshayman deb o'yladim.
lekin ishqi bo'lganda meni mushu o'ringa avatdi. Bundaqligini bilganda o'lsammi qonun o'qimaydim va bu har yerga kelmaydim. Mening hech yaratmagan ishim edi. Qancha qilsammi bo'lmadi, oxiri keldim dedi. Men qancha maosh olasiz deb so'radim. Oyda 60 so'm deb o'ylanib qoldi. Men balki maosh ko'pmikin deb o'ylabdiman dedim. 2 kundan keyin Turnisa, Marbuning hech qanday tashkilot bilan munosabati yo'q ayol ekan, sizlarga yolg'on so'zlabdi dedi. Sajidaning vaqtning to'shishi 29 aprel payshanba. Kechlik tamoqda Sajidaning 2 yilni to'ldirib, yangi hayot atirtiga chiqishini tabriklab ziyofat o'tkazdik. Zuhra Ahmad yog' chiqardi. Men uydan kelgan unni oldim va magazindan olgan bir shakar bor edi. Mushu kunga atab yurgan edim. Shuning bilan oshxonaning uchiga taladan o't qalaydigan yeriga berib, holva pishirdik. Choy qaynatib dasturxonni keng yeyib, Zuhra, Marbu, Maynur va atrofdagi ayollar kelib o'z nurlarimiz bilan holva yedik va Sajidaning kesim vaqti to'shqanligini tabrikladik. Paranglashib, kulishib, ko'ngillik o'tirib choy ichdik. Yarim soatdan keyin Sajidani ishxonaga chaqirib chiqib, uningga vaqti to'shib yangi hayotga erishganligini uqtirib, Sajidani yangi hayot yotiqiga ko'chib chiqishga uqtiribdi. Sajida intayin xushal edi. Shundaqla hammamizmi xushal edik. Lekin kecha ko'rgan tushimni o'ylab ko'nglimning bir yeri eski bo'ladi. Odamning tushiga nima kirmaydi? U bir tush deb ko'nglimni yozsammi, lekin rosa xushallikqa ishnib ketolmaydim. Sajida kelib, "So'yin, men qarsam sen ancha xushal emasdek ko'rinasan-ku" deb kelib meni quchoqladi. "Yo'q, Saji, men nimishqa xushal bo'lmayman. Sen ozod bo'lib, bu zulmdan qutulding. Men sening uchun xushalman" deb ko'nglimdagi bu ko'ngilsizlikni o'zimdan yiroqqa ittirishga tirishdim. Shundaqdimi kecha ko'rgan tushim o'zimda bir ko'ngilsizlik his paydo qiladi. Tushimda Sajida ikkimiz burunqi milliy kiyimlarni kiyib, beshimizga chiroyli yog'liqlarni bog'lagan holda turmadan chiqib ma'ayli deb atrofga qarasam, butun jahon qop-qorong'u, zulmat bo'lib, qo'liga qurol tutgan ko'cha soqchilari oldiga yo'liqqan odamni tutib, turmaga elib kirib ketayotdi. Turma egiz tomliq qo'rg'on bo'lib to'silgan, tomning ustiga 1 metr egizlikda qilin to'qliq sim o'rnatilgan, tortilgan va shu qo'rg'onning 4 tarafdagi potayning ustida avtomat pulemyotlar bilan to'liq qurollangan harbiylar qashqallarni etayotdi. Qora qo'y odam tutgan ahvolga qarab, Sajida ikkimiz chaqqonlik bilan o'zimizni daldiga elish uchun shu yerga yo'g'on bir toshning kayniga berib yoshirindik. Turma o'yilsidan chiqayotgan faryod bolalarning va ayollarning qiyochiya va tovulgan ovozlari ko'kka ko'tariladi. Saqchilar to'xtamasdan qora qo'y odam tutadi. Turmadagilarning ichidan qora mashinalarga selib qayoqqadir ilib ketib boradi. Biz tiniqimizni ichimizga yutib, atrofga qarab o'tirdik. Yenimizga toshning kaynidan bir odam asta o'mlab bizning yenimizga keldi. Qorong'uda uning oq sallisi bo'lmaganida aniq ko'rgil bo'lmaydi. Uning yashangan oppoq soqoli bor er kishi ekanligini bayqadim. Asta ovoz bilan, "Nereden keldinglar bolalarım?" deb so'radi. Turmadan chiqdik. Men 3 yil, Sajida 2 yilni tugatib qaytgan edik. Odamlarni qora qo'yib tutayotgan bu ahvolni ko'rib, midirlamay mo'kinib turyapmiz dedim. Sajida, "Hamma odamni tutib, otganni etib, urganni uryotdi. Bu nima ahvol?" dedi. "Bolam, zamon yomonlashdi. Odamlarning qadr qolmadi. Jahon tinchig'icha mushu yerda midir qilmay o'ltirmasang, halok bo'lamiz" dedi va bir nimani unutgandek shivirlab, "Turmadan chiqdik damsizlar" deb qo'ynidan bir kitob oldi. Sajida, "Aka, u nima kitob?" deb so'radi. Sharqiy Turkistonning tarixiy yoki muhim asari atiqa kitoblar bo'lsa kerak deb o'yladim. U odam bu pal kitobi, bu kitob bilan men sizlarga bir pal ichib beray deb o'z ichidan bir narsalarni pichirlab o'qib bo'lib, kitobni bizga atab ochdi va tongning g'uva yo'riqida kitobni engishib turib o'qib, sizlar 2-3 yil bilan qutulamiz deb o'ylab etibsizlar. Tam 10 yil deganda qutulasizlar, biroq to'liq emas dedi. Shu orliqda bizni saqchilar cho'radab kelib tutdi. Qo'llarimizga to'mir ishkallar salmoqchi bo'ldi. Heyliq odam yo'qab ketdi. Men u odamning kimligiga hayron bo'ldim.
Qo'limga to'mir ishkal salmoq uchun bir qayraganda jenim qaqshab ketganiga chidamay uyg'onib ketdim. Qarasam qo'lim potamning ostida qilib kuyishib qattiq og'riyotdi. 2 kundan keyin men u tushimni Sajidaga so'zlab berdim. Sajidaning ko'ngli bek eski bo'ldi va u "Jenim so'yin, qandoq tush ko'rgansan? Xudoyim u kunlik bermasin. 10 yil degan oz vaqt emas. Aytmoqqa oson, ammo 2 yilni mu oson o'tkazmadik. Voy so'yin, Xudoyim saqlab u tushing o'ng kelmasin" dedi. Men uningga "Odamning tushiga nimalar kirmaydi? U bir tush degina, shunlashqa ichimga sig'dira olmay sang dedim" deb ko'nglini yasab, o'zimni va uni tinchlantirdim. Bir haftadan keyin Sajida ruxsat so'rab, Urumchiga hadisning yeniga berib kelish uchun ketdi. Uyga butunlay qaytib ketish uchun tashkil muzakarlashib, tashkil o'zi opirib qo'ydi deb ruxsat qilmabdi. Qashqar Maralbeshi qora qilchinga shahar qurib, yildiz tortish uchun ayollarni elib ketishi. 13 mart hamma ayollar ishga chiqishga tayyorlanib, ketman gurjaklarni tutib, ho'ylining o'tirsida top-top bo'lib, paranglashib, eshikning ochilishini kutib, hildan hiliga eshikka qarab turardi. Ammo ish vaqtidan 15 minut o'tib ketdi. Duyjan kirmadi. Ayollar hayron bo'lib, "Nima bo'ldi? Bugun ishga chiqmamdiq nima? Bugun nima kun bayrammi yoki dam olish kunimi?" deb bir-biridan so'rashga boshladi. Ishga yo'g'on qora to'mir qilib silingan, 4 atrofi 5 metrdan ega silingan tom bilan qo'rshalgan kichik tor ho'ylada so'linib o'tirgandan sirtqa chiqib keng etizlarda ishlashni butun ayollar yaxshi ko'radi. Ba'zida dam ilib ishga chiqmay qolgan kunlari vaqtini o'tkazish bekmi tas. Odamning yuraklari siqilib ketadi. 1 soatdan keyin ishga kechildi. Atarat boshlig'i Gulnisa kirib, sapga tizilishga pushtak chaldi. Hammamiz emga qurollarimizni ilib radga turdik. 1 soat kechikib ishga chiqishimizga qarab, biror yangiliklar bormi yoki kundagi ishdan boshqa yoqqa berib ishlarimizmi, nima o'zgarishlar bordi deb hammamiz diqqat bo'lib, ovoz chiqarmay Gulnisaning og'ziga qarab turdik. Gulnisa sapni tekshirib, ko'zdan kechirib bo'lgandan keyin qo'ldagi qog'ozni ichib tizimlikni o'qishga boshladi. Oygul, Tojinsa, Nuriya, Mariya, Oysha Moyib, Manam, Xalcham, Oysha Mahmud deb tizimlikdagi ismlarni o'qiyotdi. Men tizimlikdagilarga qarab va o'zimning ismining chiqishini kutib turdim. Lekin bizning ismimizni chaqarmasdan Xanzu qizlarning ismligiga o'tib ketdi. Hamma ismlikni o'qib bo'lgandan keyin Gulnisa, "Mushu ismlikda atalgan barliq ayollar yarim soat ichida yuk taqinglarni tengib tayyor bo'linglar. Mashina hozir keladi. Qashqar Maralbeshi qora qilchin degan yerda yangi hayot emgak maydoni bor. Sizlarni shu yerga elib boradi. Sizlar u yerda uy o'choqliq bo'lib, yildiz tortib, shu yerni gullantirib yashaysizlar" dedim. Bizning kichik jilinimizmi oramizdan ketadigan bo'ldi. Jamilani shular bilan birga ilib ketib, kucharda ota-onasining yeniga Kerem bilan tashlab ketadiganligini uqtirdi. Lekin ayollar hech xushal bo'lmadi. Hammasi yig'lashdi. Vaqti to'shib yangi hayot atratiga chiqqanlarning ichidagilarni mu ketishga uqtirdi. Zo'ra Moshir vaqti to'shib yangi hayot atratiga chiqqali 2 oydan oshgan edi. Uning eti chiqqanda og'zi ichilib, hayronlikda "Xato anglab qoldimmi?" deganda qilib, har qaysimizga qarab chiqdi. Kaynidan Duyjang menimi, "Sen dedingizmi?" deb so'radi. Gulnisa, "Ha, ketsan, hozirla" dedi. Zo'ram, "Mening vaqtim to'shib 2 yilni tugatib chiqdim emasmi? Nemishqa men u yerga boraman?" dedi. Gulnisa, "Tashkilning qarori, ketishing kerak. Mening amolim yo'q" dedi. Zo'ramning shunchalik ko'ngli aski bo'ldiki, yuzlari qip-qizil bo'lib, ko'zlari yoshga to'ldi. Kayniga burilib yotoqqa kirib ketdi. Bir maydon odam ko'ngilsiz bo'ldik. Hamma ayollar degandek yig'lashdi. Gulnisa Duyjang yuk taqlarni tengib tayyorlab bo'linglar. Hozir mashina keldi deb tizimlikni qatlab qo'lida tutgan holda chiqib ketdi. Ho'ylichi jiddilashdi. Ayollar varang-churang qilib yuk taqlarni tengishga boshladi. Boshqalarimiz ularga yordamlashdik. Yarim soatdan keyin atarat boshlig'i Gulnisa kirib, ketguvchilarga yuk taqlarni ilib chiqishga buyruq qildi.
Bu bechara sadda yosh qizlar Gongshining jafoliq ig'ir turmushidan qutulish uchun turli yo'llarni izlab yurib, nafsi yomon shopirlarning va boshqa yomonlarning oldimiga uchrab oxiri turmaga keldi. Bularning vayron bo'lgan hayotida bu turmush ozdek endi mangu qutulmas tutqun asir bo'lib ketib boradi. Ketguchi barliq ayollar yuklarni elib chiqib tizilgandan keyin Gulnisa yo'qlama qildi. Biridan biri chiroyli guldek yosh qizlar yuklarni ko'tarib mangdi. Biz darvozaning yonida turib, quchoqlashib, xo'shlashib, hasrat bilan uzitib qoldik.